mana shu savolga agar o'zimga masalan javob berib ketadigan bo'lsam, men yoshligimdan o'zi tahlilchiman. Tahlil qilib keladigan bo'lsam, ko'p o'yladim. Hayotiy qiyinchiliklar bo'ldi, bo'lmadi emas, lekin biron bir qarorim o'zgarmagan bo'lar ekan. Nega hayotiy qiyinchilik bo'ldi, nega o'zgartirmas ekanman bilib turib deganimda ham yoshligimdan shunaqangi samostoятельный qilib o'stirishgan ekanki, har bitta qarorimni o'zim qabul qilganman. Har bir qarorim, turmushga chiqish qarori bo'lsin, farzandli bo'lish qarori bo'lsin, yoki bir universitetga kirish, universitetdan chiqish, o'qish, o'qimaslik, har bir qarorimda o'zim turganim uchun ham yana o'sha qarorni qabul qilgan bo'lar ekanman, o'zgartirmas ekanman. Kuchli ayol ekansiz, lekin har bitta inson o'zida tanlov, yana boya aytganimizdek tanlov huquqi berilar ekan, men lekin o'zgartiradigan joylarim bo'lardi. O'sha nimalardir o'zgartirardim. Mana o'shanga ham kuchli ayolsiz, ko'ryapsizmi? O'zgartirmas edim. Qaror qabul qilishda biz juda ko'p o'ylaymiz, ikkilanamiz. Mana hozir psixolog sifatida qaror qabul qilish metodikasini qo'llayman. Shunaqa ayollar bo'ladi, qaysi qarori to'g'ri deb qabul qilishni bilolmayman deydi. Ikkita stulni baravar qo'yib qo'yib, o'rtaga o'tkaztiraman. Mana bu qaroringda o'tib bu stulga de, o'zingni shu qaror yo'nalishi bo'yicha o'zing qanaqa his qilyapsan? O'zingni kelajagingni, rivojlanishingni, 15 yildan keyin sen o'zingni qanaqa tasavvur qilyapsan deymi, vaqt beraman. O'tirib, o'ylab ko'radi. Endi bu stulga o'tirib, bu yo'nalishingni ko'rgin. Xuddi shu savol. Qayerda ko'ra olasan?